Assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Navbatdagi obyektimiz Sirdaryo viloyati Guliston tumani Baxt shahridan bo'lyapti. Baxt shahridan Baxtli xonadonga mana shunday bitta dushaboy qurib bermoqdamiz. Ko'rib turganlaridek, bu xonamiz bitta xona bo'lgan, mana shunday uy bo'lgan. Bu yog'imizda yotoqxona, kuyov bola ekan, yangi uylanar ekan, xudo xolasa 15-16 to'y dedimikin, xullas to'yga ham aytdi. Shunaqa ekan, mana shu mayda uylanar ekan. Shu joyimiz ko'rib turganlaridek ichkari dushovoy. Dushovoy joyimiz bu yoqda deraza bor ekan. Agar deraza bilan teng qiladigan bo'lsak, qisqarib qolar ekan. Shu qisqarib qolmasligi uchun mana shu yerga bir chiroyli bir yechim qildik. Mana shunday qilib sim karta shaklida qilib qo'ydik endi bu yerda. Radiator qilar ekan keyinchalik tepli pol chiqarib qo'ydik. Ichkarini xonasini, tepli polini. Bu xonamiz mana shunday xona bo'lyapti. Bu xonaga mana shunday mana dushovoy qilib berdik. Eshikni mana bu eshikka parallel qilib o'rnatib berdik. Bu yerimizda vyukulyator, svetniki и vitichkani vyukulyatori. Endi hozir sizlar bilan ichkariga kiramiz. Ichkariga kirganda pollarimiz 60 ga 60 matviy kafel, uklomlari zagonli o'rtaga borib tushadi. Sinab ko'rdik, zo'r holatda turibdi. Devorlarimiz dekorativniy paneldan foydalanilgan. Patologimiz Decor Plus bo'lgan. Patologga necha chiroyli chiqibdimi? Mana shunday holatda bo'lgan. Dushovoy smesitelimizni mana komfortidan qo'yib berganmiz kelin-kuyovlar uchun. Bu yog'imizga ham rakovina qo'yib berganmiz. Ertalabda misol kelin uxlab qolsa, qaynotasi chaqirsa bir uxlaganini bilmaslik uchun mayda bunday bet qo'lini yuvadi-da, uxlaganim yo'q hali deb chiqaveradi. Mana shu holatda mana 3 burchak rakovina o'rnatganmiz. Burchakka bir chiroyli qilib ketilgan mana. Zo'r. Issiq suv, sovuq suv hammasi bor. Bu xonadan keyin yotoqxona, yotoqxonadan keyin oshxonasi bor ekan. Oshxonadan suv, sovuq suvni tortganmiz. Mana shu holatda, mana shu ko'rinishda bo'lib turibdi. Xudo xolasa, butun O'zbekiston bo'ylab usta xizmatlarimiz mavjud, hurmatli obunachilar. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa xizmatdamiz. Bu videoni uylanmoqchi bo'lgan tanishlarga yoki uyga mana shunday dushovoy qildirmoqchi bo'lgan tanishlarga maksimalli darajada jo'natib qo'yasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan men Muhammad Yusuf Mamatqulov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Bizni kuzatishda davom etib, podpisatsiya bo'lib, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlashda davom etib turinglar. E'tiboringiz uchun rahmat.